Har bir mahallaning ixtisoslashuvidan kelib chiqqan holda aniq yo'nalishlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa hududning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Pirovardida esa oilalar daromadi ortib, turmush sifati yaxshilanmoqda. Navbatdagi lavhamiz Namangan viloyatidan aynan shu mavzuda tayyorlangan. Namangan tumanida 50 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, ularning har biri hududning tabiiy sharoiti va aholi tajribasidan kelib chiqqan holda muayyan sohaga ixtisoslashgan. Ana shunday mahallalardan biri Bo'ston mahallasi. Bu yerda chorvachilik, xususan qo'ychilik asosiy driver soha sifatida rivojlanmoqda. So'nggi yillarda tarmoqni yanada kengaytirish maqsadida aholi xonadonlari oldidagi bo'sh yer maydonlaridan samarali foydalanish yo'lga qo'yildi. Zamonaviy ixcham qo'yxonalar tashkil etilib, nasldor qo'ylar parvarishlanyapti. Bu esa nafaqat bandligini ta'minlayapti, balki mahallada tadbirkorlik muhitini ham shakllantirmoqda. Yo'nalishni rivojlantirgan holda xonadonlarimizda aholimiz o'zlarini xonadonlarning oldi tomondagi bo'sh turgan joylardan unumli foydalanish maqsadida hammalari qo'ychilik bilan shug'ullanishib, tadbirkorlikni rivojlantirishyapti. Bir-birlaridan ko'rib, mana ustoz shogird an'analari yo'lga qo'yilgan holda, qo'ychilik rivojlanmagan xonadonlarimiz ham bir-birlari bilan sherik bo'lgan holda qo'ychilikni rivojlantirishyapti. Har bir xonadonda bittadan xonadon oldida yangi tadbirkorlarimiz ham o'zlarining yo'nalishlarida ish boshlashyapti. Bo'ston mahallasida 3000 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ularning aksar qismi aynan qo'ychilik bilan shug'ullanadi. Ushbu sohada samarali faoliyat yuritayotgan tadbirkorlardan biri Ahmadali Xudoyberdiyev. U ko'p yillik tajribasi asosida qo'ychilikni rivojlantirib, barqaror daromad manbaini yaratgan. E'tiborli jihati shundaki, u faqatgina o'z xonadoni farovonligi bilan cheklanib qolmay, balki bu sohaga qiziqish bildirgan yoshlar va yangi ish boshlayotgan fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatmoqda. Tajriba almashish, maslahat berish orqali mahallada o'zaro hamjihatlik va hamkorlik muhiti ham mustahkamlanyapti. Biz yoshligimizdan shu chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Dadam o'rgatib nima qilganlar. Endi hozirda tadbirkorchilikni boshladik. Shu yildan daromad yaxshi, qolganlarga ham o'rgatyapmiz, bilmaganlarga. Shu mahalla-ko'y, qarindosh-urug' qishlog'imizda hamma kelib olyapti. Ekta-ekta, bitta-bitta qilib to'plab, pul to'plab olishyapti. Mahallamiz, Bo'ston mahallamiz hokimbo'm kelib ruxsat berdilar, qo'yga asoslashtirildi. Andijon, Farg'ona hamma viloyatdan kelib savdo qilib olishyapti. Daromad yaxshi, hamma foyda ko'ryapti. Ming rahmat shularga. Bunday tashabbuslar eng avvalo aholi farovonligiga xizmat qilish bilan ahamiyatli. Kichik maydondan unumli foydalanish, oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish va qo'shimcha daromad manbaini yaratish orqali mahallaning iqtisodiy barqarorligi ta'minlanmoqda. Eng muhimi, odamlarda ertangi kunga ishonch mustahkamlanyapti. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.